Bugungi kunda oylik oborotim $1 million ga yaqinlashdi. Onlayn biznes oson deb o'ylayapsizmi? 6 yil oldin men ham shunday o'ylagandim. Ismim Akram. Bugungi kunda oylik oborotim $1 million ga yaqinlashdi. Jamoamda 30 nafardan oshiq xodimlar bor va O'zbekiston, Rossiya va Qozog'iston davlatlariga o'z ofisimni ochganman. Men bitta buyurtma bilan boshlaganman. Na jamoa, na tajriba bor edi. Ko'p xatolar qilganman. Lekin ishonganmanki, onlayn savdo bu kelajak. Yo'qotishlar bo'ldi. Qaytishlar, blokirovkalar, shtraflar, juda ham ko'p pullar yo'qotildi. Noto'g'ri qadamlar. Lekin shuni tushunib yetdimki, taslim bo'lmaslik o'zi bu biznes. Endi esa men o'z tajribam bilan o'rtoqlashmoqchiman. Wildberries, Ozon, Yandex bozoriga chiqish yo'llarini o'rgataman. Reklamalarsiz haqiqatni gapiraman. Agar onlayn biznes boshlamoqchi bo'lsangiz yoki yurib turgan biznesingizni yanada kattaytirmoqchi bo'lsangiz, kuzatib boring. Bu hali boshlanishi xolos.